Oydinning bugungi kuni ham odatdagidek boshlandi. Hamma shirin uyquda, lekin uning xayolida allaqachon kunlik rejalar varaqlanardi. Nonushta tayyorlash, dazmol, maktab, to'garaklar, kechki taom, uy yumushlari. Oydin ikki farzandning onasi, kattasi o'g'li Jamshid, kichigi qizi Madina. Oxirgi kunlarda o'zini xuddi ichi bo'shab qolgan idishdek his qilardi. Eri Ilhom ishdan kechroq qaytar, u ham charchagan bo'lardi, ammo Oydinning charchog'i boshqacharoq. U nafaqat jismonan, balki ruhan ham holdan toygan edi. Uning qalbi cheti uchgan, ichidagi mehr va quvvati oqib ketayotgan idishga aylanib qolgandi. U hammaning ko'nglini olishga harakat qilar, lekin o'z ko'ngli allaqachon unutilgan, kimsasiz bir go'shaga aylanib qolgandi. O'sha kuni ham odatdagidek yumushlar tugamadi. Kechki payt o'g'li bilan dars tayyorlamoqchi bo'lganida Jamshid qaysarlik qilaverdi. Oydinning ichidagi yig'ilib qolgan charchoq, xafalik, qondirilmagan ehtiyojlar bir zumda portladi va bolasiga baqirib yubordi. Bola qotib qoldi. Unga onasining bunday ovozi yod edi. Shu payt eshik ochilib, Ilhom kirib keldi. Vaziyatni bir qarashda angladi. U sekin Jamshidning qo'lidan ushladi. "Yur o'g'lim, bir aylanib kelamiz." "Bilasanmi, onang nega baqirdi? U meni yaxshi ko'rmaydi, shunga baqiraveradilar." "Yo'q o'g'lim, aksincha, juda yaxshi ko'radi. Lekin ona ham inson, u ham charchaydi. Xuddi sening mashinangning quvvati tugab qolsa, yurmay qoladi-ku. Onang ham shunday. Kuni bo'yi hammamiz uchun harakat qiladi. Sening ovqating, kiyiming, tozaliging, darsing hammasiga ulgurishga harakat qiladi. Lekin har bir insonning shaxsiy vaqti bo'lishi kerak. Ona ham biroz tinch o'tirishga, o'zi bilan yolg'iz qolishga muhtoj. Agar biz uning bu vaqtini hurmat qilmasak, uy ichida charchoq yig'ilib ketadi." Bir necha daqiqadan so'ng ular uyga qaytishdi. Jamshid sekin onasining oldiga bordi. "Onajon, kechiring, men sizga yordam beraman. Hozir darsimni o'zim qilib olaman." Oydinning ko'zlariga yosh keldi. Ilhom uning yelkasiga qo'lini qo'ydi. "Oydin, juda charchabsan, seni tushunaman. Bugundan boshlab o'z sog'lig'ing va tinchliging uchun vaqt ajratishga harakat qil. Mana hozir men bolalar bilan bo'laman, sen dam ol." Aziz tinglovchi, shaxsiy vaqt bu shunchaki dam olish emas, bu ruhiy va jismoniy qayta tiklanish nuqtasidir. Inson o'zi bilan yolg'iz qolganida shoshqaloqlik va boshqalar uchun mas'uliyatdan biroz qutulib, o'z ichki olamini tartibga soladi. Bu esa ota-ona uchun ayniqsa muhim, chunki ichi bo'shab qolgan idishdan boshqalarga suv berib bo'lmaydi. Shaxsiy vaqt har bir insonga ichki quvvatini to'ldirib, yaqinlariga yana tabassum va mehr bilan yuzlanish imkonini beradi. O'zingiz haqingizda unutmang.